Yegan sari o'zingizni to'xtatolmaydigan darajada juda ham mazali Snickers trifle tayyorlaymiz. Tuxumga bir chimdim tuz, shakar solib, oqargunicha yaxshilab mikser qilamiz. Ketidan sut, yog' solib, quruq massalarimiz un, kakao, razrixlitel vanilini solib, lopatada yaxshilab aralashtiramiz va listimizga yoyib, oldindan qizib turgan 180 gradus pechimizga 12 daqiqaga yuboramiz va pishib chiqqach biskvitimizni sovutib, shunaqangi urug' holatga keltirib olamiz. Bu orada krem tayyorlaymiz. Tvorojniy sir, qaymoq va qo'ydirilgan sutda yaxshilab mikser qilamiz va silliq bo'lgan kremimiz tayyor. Idishga urug'imizni solib tekislab, krem surib, ketidan karamel quyamiz. Karamel retseptini ham postga joylab qo'yaman. Yong'oq sepib, ketidan yana urug', krem surib, tekislab, sovutgichga 1 soatga yuboramiz. Bu orada qaymoqga shokolad solib, ganash tayyorlab olamiz va yong'oq bilan aralashtirib, trifle ustidan qo'yib, yana 15 daqiqaga sovutgichga yuboramiz. Siz ham albatta shu usulda tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas.